Xufton namozining 4 rakat farzi uchun niyat quyidagicha. Niyat qildim. Xufton namozining 4 rakatlik farzini o'z vaqtida o'zimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka deb niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, xufton namozining farzida Allohu akbar deb aytiladigan takbirlarni birinchi, ikkinchi rakatlarda Qur'oni Karim oyatlari qiroatini, Sami'allohu liman hamidah kalimasini va namozdan chiqishdagi salom lafzlarini ovoz chiqarib o'qiladi. Bulardan boshqa barcha tasbih va duolar ovoz chiqarmay ichda o'qilishi vojibdir. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. So'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb tik turiladi. Shu bilan namozning bir rakati ado qilingan bo'ladi. Ikkinchi rakatda ham Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamida deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb qa'daga o'tiriladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. So'ng 3-rakatga turadi. Keyin Fotiha surasi o'qiladi. So'ng boshqa sura qiroat qilinmay, to'g'ridan to'g'ri Allohu akbar deya rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb tik turiladi. Keyin Fotiha surasi o'qiladi. So'ng boshqa sura qiroat qilinmay, to'g'ridan to'g'ri Allohu akbar deya rukuga boriladi. 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada Hana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdadan so'ng qa'daga o'tiriladi. Qa'dada avval tashahhud, so'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi. Shu bilan xufton namozining farzi ado qilingan bo'ladi. Xufton namozining 2 rakat sunnati uchun quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim. Xufton namozining 2 rakat sunnatini o'z vaqtida
yuzini qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. Sunnat namozi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. So'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb takbir aytib, rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Qa'da paytida quyidagi tartibda o'tirish lozimdir. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 2 rakatlik sunnat namozi ado qilingan bo'ladi. Vitr namozi bunga quyidagicha niyat qilinadi. Niyat qildim vitr vojib namozini o'z vaqtida yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolis Alloh uchun ado etmoqlikka. 3 rakatli vitr vojib namozi ham xuddi sunnat namozi kabi boshidan oxirigacha ovoz chiqarmay ichda o'qiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloqqacha ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi va qo'llar quyidagicha bog'lanadi. Avvalo sano duosi o'qiladi. Keyin Fotiha surasi, Zam surat o'qiladi. So'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da Robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ngra Allohu akbar deb tik turiladi. Ikkinchi rakatda ham avval Fotiha surasi, so'ngidan bir sura o'qiladi. So'ng Allohu akbar deb takbir aytib, rukuga boriladi. Otaba Subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. Undan so'ng rukudan Sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'ida Robbana lakal hamd deydi. So'ng Allohu akbar deb sajdaga boradi. Sajdada odatdagidek 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Keyin Allohu akbar deb o'tiradi. So'ng Allohu akbar deb ikkinchi sajdaga boradi. Ikkinchi sajdada ham 3 marta Subhana robbiyal a'la deb tasbih aytadi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Bu o'tirishni qa'da deyiladi. Qa'dada tashahhud duosini o'qiydi. Tashahhudni o'qigandan so'ng 3-rakatga turadi. Keyin Bismillahirrohmanirrohim deb
Fotiha surasi o'qiladi. Fotiha surasi o'qilgandan so'ng Zam sura qiroat qilinadi. Zam sura o'qilgandan so'ng qo'llar quloq barobariga ko'tarilib, Allohu akbar deya takbir aytiladi. Keyin qunut duosi o'qiladi. Allohumma inna nasta'inuka va nastaghfiruka va nu'minu bika va natawakkalu alayka va nuthni alayka al-khayr nashkuruka va la nakfuruk nakhla'u va natruku man yafjuruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabaka inna 'adabaka bil kuffari mulhiq. Undan so'ng Allohu akbar deya rukuga boriladi. Rukuda 3 marotaba subhana robbiyal azim deya tasbih aytiladi. So'ng sami'allohu liman hamidah deb tik turiladi. Tik turgan chog'da robbana lakal hamd deydi. So'ngra Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marotaba subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. So'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Keyin yana Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Ikkinchi sajdada ham 3 marotaba subhana robbiyal a'la deb tasbih aytiladi. Ikkinchi sajdadan so'ng Allohu akbar deb o'tiriladi. Qa'dada o'tirish chog'ida avval tashahhud o'qiladi. So'ngra salovat o'qiladi. Salovatdan so'ng quyidagi duoni o'qishlik sunnatdir. Undan so'ng ikki tarafga assalomu alaykum va rahmatulloh deya salom beriladi va shu bilan 3 rakatlik vitr vojib namozi ado etilgan bo'ladi. Kundalik 5 mahal farz, vojib, sunnat namozlardan tashqari ixtiyoriy ravishda o'qiladigan qo'shimcha namozlar nafil namozlar deyiladi. Taroveh namozi Ramazon oyida xufton namozidan so'ng, vitr namozidan oldin o'qiladigan 20 rakatli sunnat namozdir. Taroveh namozi 2 rakatdan o'qiladi. Har 4 rakatdan keyin tasbih aytiladi. Janoza namozi boshqa namozlardan farqli ravishda ruku va sajdasiz 4 marta takbir aytish bilan ado etiladi. Niyat qilgandan so'ng qo'llar quloq barobariga ko'tarilib takbir aytiladi. Birinchi takbirdan keyingi 3 takbirda qo'llar ko'tarilmaydi. Sano o'qilganidan so'ng ikkinchi takbir aytiladi. Salovatni o'qib 3-chi takbir aytiladi. Keyin janoza duosini o'qib 4-chi takbir aytiladi va ikki yoqqa salom berish bilan namoz tugatiladi. Hayit namozi Ramazon va Qurbon hayit kunlari quyosh chiqqanidan 15 daqiqa o'tgandan so'ng jamoat bilan o'qiladigan 2 rakatli vojib namozdir. Hayit namozining birinchi rakatida sano duosidan keyin 3 martadan Allohu akbar deb qo'shimcha takbirlar aytiladi. Har bir takbir aytish vaqtida 2 qo'l quloq barobariga ko'tariladi. Ikkinchi rakatida esa qo'shimcha takbirlar rukuga borishdan oldin aytiladi. Jamoatga borish imkoniyatiga ega bo'lgan muqim erkak kishilarga hayit namozida qatnashish vojib bo'ladi. Namoz ulug' ibodatdir. Yaratganga itoatdir. Gunohlarga kafforatdir. Namoz bilan 2 dunyo saodatdir. Namoz bilan mushkulimiz bo'lar oson. Og'ir ishlar bo'lg'usidir, yengil, ravon. Kundan kunga nurli bo'lar qalbda iymon. Namoz bilan tan jonimiz salomatdir. Duo qiling, porlasin baxt quyoshimiz. Mo'l ko'l bo'lsin rizq ro'zimiz, non oshimiz. Yurtimiz tinch, omon bo'lsin yurtboshimiz. Namozdan so'ng niyat duo ijobatdir. Komil namoz ajri firdavsi jannatdir. Ko'rsatuvimiz homiysi Shifonur ko'z lazer jarrohlik markazi.